och bo'lib qoldi, menga to'qroq qilib bering deyishadi-da. Buni, конечно, 40 yoshga yetishganda bilishadi, что chizdirmasa, естественныйlik sizni yoshroq ko'rsatishini. Распашовка qilayotgan master xatosi desam, 50% sizlarni xatoyinglar. Sizlarni qoshinglarga lегкий permanent yoki теневый напыление qilib beradigan bo'lsa, bizlarning o'zbek qizlar o'zi to'ymaydi-da. Och bo'lib qoldi, menga to'qroq qilib bering deyishadi-da. To'qroq qilish uchun master, конечно, ignani chuqurroq botirish kerak, ko'proq kraska qo'shish kerak. Ko'proq kraska qo'shgani hisobiga ko'zam tagida kraska ko'payganiga jigarrang kraskangiz ham yashil bo'lib ko'rinadi, ko'k bo'lib ko'rinadi. Bizlarning protseduralardan keyin men aytgan vaqtda seanslarga keladigan bo'lsangiz, siz faqatgina qoshingizdagi kraskangizdan qutulib qolmasdan, tagidagi oppoq bo'lib qolib ketadigan shramdan ham qutulib, o'zingizni qoshlaringizni qalin qilib, qizligingizdan-da qalin qilib, qoshlaringizni davolab chiqib ketasiz. Chunki Nomna akademiya qosh, soch, soqollarni reabilitatsiya qiladigan, ya'ni davolaydigan joy bo'lgani uchun bizdan chiqib ketayotgan ayollar idealniy, toza o'sha qizligidagi teri va kraskalardan qutulib, o'zini qoshlarini o'stirib, maqsadimizni chizdirmasa, yana ham yoshroq bo'ladi. Buni, конечно, 40 yoshga yetishganda bilishadi, что chizdirmasa, естественныйlik sizni yoshroq ko'rsatishini.